Salom, meni ekran yüzü ko'rib atgan barcha aziz turdashlar, men Shayalik do'stinglar Ayguldan hammangizga mehrim bilan o'ltiq salomlarim yo'q aziz turdashlarim. Bugun 2026-yil 2-oyning 1-kuni yeni yakshanba turdashlar. Men mash 2023 1-oyning 10-kuni yurakning 2 tumun ochtirgan dedim turdashlar. Bundan keyin yana nurg'un doktorxonalarda yotdim, nurg'un doktorxonalarda tekshirish qilgan bo'ldim. Hozir yurakni tekshirib baxmag'ili xil uzoq vaqt bo'lib qoldi. Hazır yurak yaxshi, har qanday vaqtimda yurak selib, hasiraydigan, umidaydigan, og'riydigan ahvol faqatli yo'q. Shunga hozir men balamga ta'tilga, shunga hozir qizimni elib, Urumchiga, deganda safarga yo'lga chiqish oldi turyapman turdashlar hozir. Urumchiga borgandan keyin, tushdan keyin aeroplanda Shanxayga uchaman. Shanxayga berib bo'lgandan keyin, shu Shanxayninki Fudan Dashosiningki Johnson doktorxonasida shu yurakni, mingni cho'ng tibda tekshirish qilaman. Shu sababdan Mashaya nasidagi Atachi sog'lomlik do'konini 15 kun ochmayman turdashlar. Shanxayga berib tekshirib bo'lgandan keyin balam bilan Hangzhouga chiqib, andan keyin u yerda bir 3-4 kun turib qolaman. Undan keyin Urumchiga chiqib 3-4 kun turib qolaman. Shu sababdan do'konimni 15 kun ochmayman turdashlar. Qishqo'rin so'xta japatat deb do'konimga kelsanglar men yo'qib qolaman. Mana shu telefon orqali hamma izchil Atachining mahsulotini ichayotgan turdashlar bo'lib qolsanglar, har qanday vaqtimda undidorga qilamsizlar, telefon uramsizlar, mollaringlar Shinjongning har qaysi joylariga normal mangdi. Chunki bu Atachining mahsulotini Shinjongning butun yeriga sag'ashqa pochtada mollarim zapas turdi turdashlar. Shunga mana shu ichayotgan mahsulotlarni qat'iy uzib qo'ymayman. Har qanday vaqtimda gap qilsanglar, shikirda turib bo'lsa, mollaringlar normal mangdi. Mana shu japat tatib kelsanglar men yo'qib qolmay deb meni mazobini tatib turibdim. Shunga sizlar o'zingizni ko'rayotganingdek tan salomatligim yaxshi. Xil uzunda yoqim shunday bir orzuyim bor deyman shu. Shanxayga berib bir tekshirish qilib baqsam deydigan. Shunga shu qizimni elib men shalda turyapman. Hozir uydan chiqdim turdashlamoq etganda. Salomatliklariga yaxshi bo'lsin. Texmi kundan kunga deydigan turdashlar bir yurak besib, gul-gulni qo'llab, yo'llab qo'yishinglar chin yurakdan umid qilaman. Bergin yo'l izlaganlarga sabirga oq yo'l tilan. Qo'l bergin pok mehrin bilan yuksaklarga ketsin urlar. Gömüldü son son gönül, benim son yürekli esren. Yazmın altın abdi beden, hemmimizge, hemmimizge, hemmimizge yalsın amen. Seherlerimiz hayırlıktan, xiyallarımız güzellikten, niyetlerimiz yaxşılıktan başlansın. İmkan kadar yüz bergen işler üçün pişaymanını az kılaylı. Aldığımızga qaraylı. İnsanlarga yengilmeydigan qiyinchilik berilmeydi. Berilgenken çoqum onu yengelaydi. Biz hayatımızda bizge berilgen qiyinchilik degan sözni Ahmet degan sözge. Voyslash, qaqshashni bo'lsa, rahmat so'zga almashtirib baqayli, qalb tinchlansın. Kishilik hayotning 3 ochqichi bor: qabul qilish, o'zgartish yoki tashlab ketish. Qabul qila olmaydiganlarimizni o'zgartayli, o'zgartalmaydiganlarimizni qo'yib qo'yayli. Hamma ishning eng yaxshi o'rinlashtirish ekanligiga mangu ishonaylik.